biz sayohatimiz doirasida Askent tarixiy obidalarni ko'rgani keldik. Mana bugun biz 5-6 sinf o'quvchilarimiz bilan navbatdagi sayohatga keldik. Sayohatga kelishimizdan maqsad o'quvchilarimiz shiddat bilan, zavq bilan, maroq bilan ilm olishdi. Endi mana shu ilmlarini o'rnini yaxshi energiya, chiroyli charchoq chiqarish maqsadida Sirdaryo bo'yidagi sohil maskaniga dam olishga kelgan o'quvchilar. Bugungi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz hozir maktabga qaytyapmiz.